Hammaga assalomu alaykum. Bugun game loaderimiz MT60 moduli bilan tayyor bo'ldi. Xudo xolasa, hozir qisqacha obzor qilamiz. Hop, oldin game loader, ekran loader olganlar biladi. Bu tepadagi funksiyalar hammasi bor edi. Bir o'tkazib tushuntirib o'tkazib ketaman. Kichkina ekran, zapis ekran, o'qiydi, yozadi ekronni. Saqlayin lock, mana bu yerda qilingan ishlarni saqlayin qiladi. Imo off, mashinani imosini o'chirib beradi. Обычный бросный zaslonka обычный qilib beradi. Hop, endi pastda qo'shilgan funksiyalar red flash, bright flash. Red flash kichkina qiladi. Hop, red flash bosamiz. Mana уже mashinaga ulangan kichkina holat ketyapti. Hozir ulanyapti. Aniqrog'i mana endi kichkina ketdi. Kichkina qilish tezligi kombikni full rejim bilan bir xil, ya'ni Ctrl knopka bosilganda eski versiyasida qanaqa tez bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa tez ishlashni qiladi. Zapisni ham hozir ko'rsataman. Qaysi holatda zapis qilinadi, nima qilinadi. Tushuntirib o'tib ketaman. Kichkina qilingandan keyin so'raydi, qayerga saqlayin qilish kerak edi. Xuddi mana flash.bin turibdi. Yozamiz, kerakli joyni saqlayin qilamiz. Shu holatda saqlanib qoladi. Hozir kichkina bo'lsin, ko'rsataman. Ozgina qoldi. Zapis qilish ham xuddi shu holatda bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana kichkina bo'lgandan keyin so'rayapti, qaysi papkaga saqlayin qilay deb. Biz hozir o'zimizni papkaga saqlanib qilamiz. Mana saqlanib bo'ldi mana. Bu o'zini holatiga qaytdi, rabochiy holatga deyapti, kichkina qilib oldi. Endi zapis qiladigan bo'lsak, write flash bosamiz, flashimizni tanlaymiz, открыть qilamiz. Mana dostуп olyapti. Mana bu yerda so'raydi endi, oblast kalibrovkani yozaymi yoki programmani yozaymi, yo ikkalasini yozib, mana xullas 4 oblast bizda bor. Qaysi birini xohlasak tanlaymiz. O'zi zavodskoy kalibrovka bilan programma tanlangan bo'ladi. Bu holatda turgani ma'qul, tegmagani yaxshi. Agar polni bizda flash o'zgartirish kerak bo'lsa, vid butlarga bitishga qo'ysak, imolar, boshqasi hammasini yozib oladi. Shu holatda polni klon bo'ladi. Endi основной bizga kalibrovka bilan programma kerakligi uchun programma bilan kalibrovkani tanlaymiz. O'zi yozganimizda shu holatda chiqadi. OK bosamiz. Mana bu yerda yana bir marta so'raydi, продолжить deydi. OK qilamiz. Bo'ldi. Shu yozyapti shu holatda. Ham flash yozadi, ham kalibrovka yozadi. Agar kalibrovkani o'zini tanlasak, kalibrovkani o'zini yozadi. U juda ham tez bo'ladi. Bu ham normal tezligi. O'sha compilerni full variantini yozgan bilan bir xil. Mana hozir birinchi kalibrovka yozilyapti. Kalibrovka yozilishiga taxminan shuncha vaqt ketadi. Orqasidan flash yozadi keyin. Mana endi flash hozir o'chiryapti. Flash o'chirib bo'lgandan keyin flash yozish boshlanadi. Hozir kalibrovkani yozib bo'ldi. Mana zapis kalibrovka OK deyapti. Endi flashga o'tyapti. Mana zapis PO ketdi. Mana flash yozishi boshlandi. Shu holatda mana stирание flashda o'chirib bo'lgandan keyin to zapis boshlanguncha ozgina загрузка bo'ladi. Shu holatlarda chiqib ketish, yopish, shunaqa holatlar qilmaslik kerak. Faqat просто ozgina kutish kerak. Yozib bo'lgandan keyin, o'chirib bo'lgandan keyin yozish o'zi avtomatik boshlanadi. Endi flash yozyapti. Kalibrovkani yozib bo'ldi. Kalibrovkani ko'rdinglar tezligini. Mana taxminan bu yerdan ko'rishimiz mumkin. 41.07 sekundda o'chirgan bo'lsa, o'zini 22 da yozib bo'lyapti. Bu degani 15 soniya vaqt ketyapti kalibrovkani yozishiga mana. Flashni hozir polni yozishini ko'ramiz. Hop,
boshlandi zapis. Bu mana 41:46 da. Ko'ramiz hozir. Nechida tugaydi. Taxminan 3 minut baholadi. Hozir anig'ini yana ko'ramiz. Xudo xolasa tayyor. Hozir BTL rejimda ozgina ish qolgan. Hozirgi keraklarga pul to'laganlarga o'rnatib beraveramiz. Xudo xolasa BTL rejimi yaqinda tugaydi ishi. Uxlagan buni o'zidan uyg'otish mumkin bo'ladi. U rejim tayyor bo'lganda bizdan sotib olganlarga obnovleniya tekin bo'ladi. Qo'shib beraveramiz. Bunda ham Iprom kalkulyatorda bordek, nimasi bor? Kalkulyatorlar hammasi bor, ishlaydi. Probeg qo'yish, o'znikini o'zgartirish, bu ishlar hammasi ish beradi. Faqat yozayotgan holatda bu oynani ishlatmagan ma'qul. Sababi programma 2-3 ta operatsiya qilayotgan holatda uxlab qolishi mumkin, ya'ni qotib qolishi mumkin, miya uxlab qolishi mumkin. O'shanga zapis qilayotgan holatda emas, boshqa holatda bemalol ishlatsa bo'laveradi. Mana bu yozib bo'ldi, normal holatga qayta deyapti. Xo'p, mana endi ko'ramiz. 41:46 da boshlagan bo'lsa, mana 44:11 da tugatdi. Bu degani 3,5 minut vaqt ketyapti. Xo'p, endi kalibrovkani o'zini ham yozib ko'ramiz. Zapis bosamiz, write deb bossak, tanlang programmani deydi. Mana tanladik. Endi hozir bizga taklif qiladi. Bu yerda biz hozir kalibrovkani o'zini yozmoqchi bo'lsak, programmadan pichkani olib qo'yamiz. OK deymiz. Davom ettirish xohlaysizmi deyapti. Ha deymiz. Ketdi. Bu juda ham tez bo'ladi. Aytganimizdek 15 sekund taxminan vaqt ketadi. Mana kalibrovkani o'chirish boshlandi, zapis boshlandi. 13:45:01 da boshlandi. Hozir tugashi ko'ramiz necha sekund bo'ladi. Birinchisi 15 sekund vaqt olganda. Mana normal holatga qaytdi. Mana rovna 15 sekund. 13:45:01 da boshlagandik. 13:45:16 da tugayapti. Kalibrovka yozib bo'ldi. Endi pasportni ko'rsak bo'laveradi. Mana 67-68. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtoprog o'zini kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yangiliklar qilishda davom etamiz.